Assalomu alaykum do'stlar. Mana 27 kun deganda uyimiz tayyor bo'ldi. Havolarimiz ochiq. Zo'r, pagodalar ham zo'r bo'ldi, yomg'irlar yog'ib. Lekin ishimiz to'xtamayapti. Bugun yana davom ettiramiz. Bu uy polnistli bo'ldi va mana shu joyga kolonna chiqadi g'ishtdan, tepalari. Hozir sizlarga bir proyekt bilan tanishtiramiz. Birato'la dorozxonalarni mana bu joylarda ham yopib tomoni chiroyli qilib qo'yamiz. Ikkita xo'jalikka moslashgan. O'ng tarafda mana shunday kirganimizda biz tez nima qilamiz, obzor qilamiz. Kirganda o'ng qo'lda bitta katta yo'l zal, spalniy qilsa ham bo'ladi. Mana bu joyda bitta detskiy, bu sanuzel alohida. Xo'p, shunda kirganimizda samishonniy kuxnya gостиный qilganmiz. Mana bu joyda mehmonlar ham kirsa bo'ladi. Mana bu joyga razdvижной eshik bo'ladi. Nari tarafimiz kuxnya bo'ladi. Kuxnyani mana podagonigini ham 90 urganmiz. Juda ko'p joyda 80 qilinadi. Shu stoleshniy, kuxnyani garnitur birato'la bunday zakazga moslab ketganmiz. Va podvaldan ventilyatsiyaga nima ham turba ham qo'yib ketganmiz. Sababi zakpak nimalar bo'lsa, mashinadan tortib turadi, podvalimiz quruq turadi. Xo'p, bu yoqqa ham shunday borganda, hop, bu yoqda ham bitta sanuzel, kattagina bitta detskiy, mana bu joyda bitta katta spalniy joylashgan. Ko'rib turibsizlar, seysma kolonna hammalari chotki bo'lib quyilib, g'ishtlarimizdan sho'r yo'q. Qancha yomg'irda turdi, chiroyli. Kimga xuddi shunaqa utoplyonniy, sifatli, hamyonbop uylar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan Jasurbek Stroy. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.